ular hurmatli mehmonlar va rahbariyat, avvalo ma'rifat ulashib bizda birinchi marta bo'layotgani yo'q. Bu o'sha yillar davomida, allaqachon yillar davomida olib borilayotgan narsa. Va xursandman, shunday mehmonlar har safar bizga kelib, nafaqat o'sha adabiyotshunoslar, faqat tilshunoslar emas, tibbiy soha vakillarini ham o'sha ma'naviy jihatdan qo'llab-quvvatlayotganlari uchun katta rahmat sizlarga avvalo. Shu ustoz To'lqin Eshbekni shu hajviy raviyada olib borishni men ham davom ettiraman. Bitta shoir keladi, shoirlar keladi, shularni ijodi bilan tanishing deganda, bitta aynan sizni meni o'sha ijodingiz o'ziga tortdi. Ya'ni o'sha hajviy hikoyalarni o'qishi, hajviy hikoyalarni yozishingiz sizga hozir o'sha chiqarib olib keldim qog'ozga, xitoycha qo'ymay deb, o'sha Javob nomli hajviy hikoyangizni o'qib bermoqchiman. Diqqat bilan eshitinglar, kulgili joylari juda ko'p. Xo'p, boshladim. Uchqun Bo'ronovich ko'chaga otlangan mahal xotini zorlandi.